nima gapingiz bor? Bu o'zi oldin boshida kichkina edi-da. Qancha bo'ldi boshlagan? 10 yildan. 10 yildan o'tdi. Shuni o'rnida hech qanaqa yara-para bo'lmaganmidi? Yo'q. Bo'lmagan. Mayda narsa toshmaganmidi? Yo'q. Qichish bormidi, yo'qmidi? Bor edi, nisbatan bor edi. Qadrli kuzatuvchilar, qarang, juda ham qiziq holat. Mana buni chandiqli alopetsiya deydi. Juda ham ko'p xillari bor-da. Ko'pchilik buni o'choqli soch to'kilishi deydi, o'chish sinok deydi, boshqa xil bu xil deydi, lekin bu holat emas. Mana shu sochni atrofidagi soch follikulasining atrofidagi yallig'lanishga qarab limfositlar yoki nitrofilli yoki aralash turli chandiqli alopetsiya xillari bor. Mana rangini qarang. Toshmalar mavjud. Bunaqa holatni o'zi aslida lecheniyasi qiyin. Mana agar sochini kaltak qilib tashlang, xuddi shunaqa mana mayda toshmalar juda ham ko'p bo'ladi. Mana shunaqa holat. Agar to'g'ridan to'g'ri shunga soch ekaman desangiz, ertaga bu ya'ni kasallik avjiga olib, olgan joylaringizdan ham, ekkan joylaringiz ham hammasi bir teng.